Aka beres bir. 200 verseniz alalım. 220 bin so'm bo'lsa bo'ldi. Var 25. Var aka. 25 olsa. Özgün Жылқы базары 12 noyabr. Bering. Var aka. Var aka. Bering ey. Aka razı. El aytib qoldi. Ha ketdi. Assalomu alaykum tuğanlar, qandaysizlar? Sizlar mening Bozor xabar YouTube kanali tuğanlar. Bugun 18 noyabr kungi Jalolobod Жылқы bozoridan tartib ko'rsatib beramiz tuğanlar. Sizlar bo'lsa videoga like'ni bajrayta cho'ng qilib bosib kanalga podpisatsiya qilib turingizlar. Biz bo'lsa beylerden boshlaymiz. Qancha so'm bo'ldi aka? 125 ming so'm. Bo'z bu. Sırbi 125 ming so'm deydi. Qancha berdi bozor? So'raylik mi? 114 ming berdi. Ha. Yaxshi. Vaqtlar bosib, podpisatsiya olib turinglar tuğanlar. Qaganda mana boshladik bozorda. Podpisatsiya olib turingizlar. Molotlardan boshlaymiz. Turgan shular. Ukam qancha so'mda o'tasin? Qancha so'mda o'tasin aqcha? 150. Yosh qanday? 4'tasi 150 ming so'm deydi. Qancha so'radi? Aldın mı? Qanchada 150? 150 ming so'mga olinib tur tuğanlar. Qancha so'mda o'tasiz aka atыңыз? Aka, qancha so'mda o'tasiz? 110 ming. 110 ming. Yosh qanday? Ekasi. Qancha beramda o'tasiz aka siz? Naqdini tartib olaylik. 110 ming berdim. Yaxshi tuğanlar. Tuğanlar reklama bo'yicha nomerga qayrilsangizlar bo'ladi. Nolat. Qanchada o'tasizlar, brat? Aqchasi. Ha, bag'ildami? Qancha yosh qanday ekan? 3 asi. Qancha ming qildat? 210 ming. 3 asi tuğanlar shular. Uloqlar normallar ekan? Uloqna javob ekan tuğanlar, ana. 210 ming so'm bersa o'zaqsa. Sodasi bu yoqda bo'ladi ekan. Tuğanlar. Hazır. Ağam berat. Qancha so'mda o'tasizlar aka? 107. Ha, 70 ming. Yosh qanday? 3 asya 170 ming so'm. So'radimi? Ha? Qancha so'rayapti aka? Uloqlar qanday? Normalmi? Uloqlar yaxshilar deydi tuğanlar. Bu ağat qancha bo'ldi? Buası 90 ming. Bu oturgan 85 ming. Bu oturgan 85 ming ağat tuğanlar. Yosh qanday aka? 3 asi. 3 asi. Ağat, ko'gat, bozatqa tuğanlar. Qancha bo'ldi tuğan? 200 ming so'm. Yoshichi? 3 asi. Ulog'i bormi? 3 asi. Esmas ekan tuğanlar. YouTube'mi? YouTube. Brother, siz qancha bo'ldi? 150? 150 ming so'm. Yoshichi qanchasi? Ha? 4 asi. Qancha berishdi aka buga? Babollikmi? Ha, yaxshi. Qancha so'm bo'ldi bu naqshasi? Ukam? Bu naqshasi bunday qilaylar, boshqa astin. Ey, avaylar. Qancha so'm? Sendanmi? 110 so'm. 110. Qanchasi? Ekasi. Qancha berdi bozor? 90 ming. Churqayu bostirib ko'rchi-ku. Qattiq qiynayapti. Avtorskiy prav kelib. Bo'ladi. Dag'im bersilar, dushisi. Yosh qanday aka atdan? Ekasi, bahsi qanday bahsi? 250? 250 ming so'm. Ekasi. Qancha berishdi? Ulog'i bormi aka? Shuni aydab ko'rmaysizmi? Bo'lsa nomerlaringizni qoldiramiz. Mana tuğanlar. Shular. Nomeringizni aytib qo'ying aka, so'raganlar bo'lib qoladi. 58 menen 36 76 26 tuğanlar. Şol qara attın. İyisi. Qancha so'm bo'ldi aka? Shuni bag'lashdimi? Qancha bunun bahsi? 250. Boy 170 bor o'xshaydi. 165. Yosh qanday aka? 4'tasi ulog'i bormi? Aydab ko'rasiz kichkina bunday. Mana tuğanlar.
Avaylan, ey. Oo, jaman ular. Jaman salar ekan. 250 deydi. Aka, nomeringizni aytasiz mı? Aytavering. 220 85 05 25 mına to'g'onlar. At qaysil jaqtiki? Jaloloboddan to'g'onlar. Ulog'i yaxshi lekin. Uydan da ko'raydi. Yilda sonu ko'radi, uloqda ko'rmayapti. Mana. Alg'ilab foydalan. Jandasin qanchada o'tasiz aka? 200 kam var. 200 kemi var. Bunun yaş qanday? 4 tasi. Ekoting 4 tasidan mı? Lekasi. Ha, bunun lekasi bu 4 tasi ya. Buna to'g'onlar. Gelgen. Bulda ulog'i yaxshi haydab chukam kishini haydab ko'rchi. Meni ekoting. Buni ham men ham. Ha, buni. 3 attım. Almayam. Nar, haydab ko'r. Şöyle ulağı var he. Hozir qaytgan nomerga xayrli o'rasinger. Buni dag'in. 200 olsun. Hozir aytgan nomerga xayrli o'rasinger. 155 verdim. Bunga 150 deb berdi. Jo'ja, no. Ha, bunisi bari at bozorda olib qo'yibsiz da. 4-5 at. Ya avam kaldı. Ha, Bu 3 ömenden. bo'ldi aka. Qatar 3 o'tiradi. Nomeringizni davomir boshdan aytib qo'ying aka. 220 78 06 67. 78 06 67 220 minin. Seyret. Kuf. 24 na sem ekan to'g'onlar. Qaysi molda çalsa canım. Bo'ldi. Bozor. Like'larni basib turamiz to'g'onlar. Biz endi taylarni bar tartamiz. Shol жылқыларды tartib. Kanalga podpisatsiya qilib, жылқы, mol, qo'y nеңіз satılsa, shol reklamaga deb nomer qoldirdik. Shol qayrilsangizlar bo'ladi to'g'onlar. Tay bozorga kelsa kelib suvda. Qaysi tayga oldi? O'rtadog'ami? Qancha berdi degan? 50 ming berdi. Erkakmi? 50 ming so'm. Qancha bo'ladi aka? Bo'lish qancha baylanishi? 60 ekan. To'g'onlar. Javob deb, no, dadil bor ekan, qara. Yosh qanday aka buni? Sizdan? Ha. Sizdanmi? Kaltatay to'g'onlar. Bas qancha bas aka? 160. 160 ming so'm kaltatay to'g'onlar. Nomeringizni aytsangiz aytib qo'yasiz aka. 78 bilan 18 68. Men просто biyikka chiqib oldim, lesinsaga shova. Kaltatay bo'yi 1.60 bor to'g'onlar. Kalsangizlar bo'ladi. Na. Taylar to'g'onlar. Qancha so'mdan taylar? Erkek taylar. 50 ming so'mdan. Bozor qancha qilib jotadi to'g'on bularni? 47 buni. 50 ming so'mdan deb to'g'onlar. Baylanish qancha? 49 dan baylaysizlar deydi. Men o yoqda. Pulum boydan deydi. Bas qancha bası? 65 ekan. Sol taraf. Erkek tay to'g'onlar Jalolobod. 18-noyabr bor. Mana yenchiga taylarning avamda bor ekan. Ava qancha so'm? 58 dan alindi bu. Urg'och taylarni olib turaman 58 dan. Erkek. Urg'och o'xshaydi va? Erkek tay buni 30 ming so'mga olib tur. To'g'onlar. 31 berib satdi. Ha, qaytib sotib beraverasiz, foydasi chiqsa. Vallahi qiziq, renchiga deydi. Ha, bo'ldi. Yaxshi ekan biroq. Ochiniq ekan. Anarbay Ajavadan oldim. Bo'ldi. Ova, YouTube. Qaysi taylar sizlardan? Bozor xabar. Qancha so'mdan taylaringlar? 60dan kam bor. 60dan kemi bor ekan to'g'onlar, bunda yer bar jo'g'imen shu to'yga ketaveradi. Komplekt. Dostavkasi men bu. Ha, dostavkasi men ekan. To'g'onlar. Oldu aka. Qulundar. Erkekmi? Aka, taylarınız erkek. Qancha so'mdan? Qancha so'mga berib aytasiz? 35. 35 mi? 35 ming so'mdan. Erkek taylar. To'g'ri bo'lsin aytdilar. İnternetten ko'rganda bozor qimmat ekan deb qo'ydi. To'g'risini aytdilar, to'g'ri aytdi. Shunday to'g'onlar, podpisatsiya bo'lib, turaveringizlar ko'rib. Qo'y bozorida Jalolobod o'zga no'sh barini tartib to'g'onlar.